Yo, what's up guys? Sizlar bilan yana White Rose. Bugungi videomizda top 3 Bedrock shu modlarni ko'rib chiqamiz. Qani sizlar yaxshiroq joylashib bo'linglar. Mana bu masalan Pagnali. Birinchi modimiz bizga laderli qurollarni taqdim etadi. Poshisan Mining Blaster. Blaster deyiladi o'zi lader ingliz tilida. Mana osinglar bo'ladi shunaqa qilib, bemal mazza qilib chutki. Osiri Ender Blaster menimcha Ender Blaster bu Ender Pearl bo'ladi ichida. G'alati Ender Pearls bo'ladi. Men dengizga tushdim va tepaga o'tdim. Nima bo'larkan hozir ko'ramiz. Tushadimi? Yo'qmi? Albatta, yaxshi qurol ekan. Menimcha bu chotki. Mana laderli qurollar modi edi bu. Ajoyib mod. Sizga juda ham katta kelar. Mining Blaster bum ko'rayotgan yomonida jinnisidan mana bombani konda jinnisidan mana bu menimcha kichkina tovuqchalar bersa kerak. Короче, jo'jala. O'zbek tilini yaxshi bilaman-da, ko'z sevmasin, mashalloh. Shunaqa modlardan iborat. Mana yana bittasini ko'rsam, bum. Va shunaqa modlardan iborat edi. Endi esa keyingi modlarga o'tamiz. Qani bo'lmasa ketdi. Bu modimiz bizga PvP janglarda kuchayishingiz, ya'ni do'stingizni asabini do'stingiz bemalol PvP janglarga tushish imkoniyatini beradi. Kurutil gladiatorga aylanib qo'yganman, shunaqa urinlar beradi. Har xil qilishlar ham beradi. Kartalar ham qo'yishingiz bo'ladi. Mana hozir bitta karta qo'yaman. Bitta arenadan chiqib turibman. 2 ta arena qurganman hozirgacha. Eng qiyin daraja va oson darajali. Mana bitta arena quramiz hozir. Build bossam arena quriladi. Mana turaman va bitta orqamga qarasam arena paydo bo'ladi. Ko'ryapsizlarmi? Shunaqa chotki arena. Bu yerda PvP battle va mob battle ham o'tkazsanglar bo'ladi. Mana arena ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerda keyin trenorovka qilsanglar bo'ladi. Qilishlarda mana ko'rayotgan qilishlar urushini zo'r uryapti. Mana shunaqa narsalar borki, shunaqa kamonga o'xshagan arbalet g'alati vashi. Mana dushmanlari ip bilan urab tashlash vashi chotki. Dunyodagi eng zo'r qopqonlardan biri menimcha bu yangi spawn tuxum beradi. Wandering Spawn Trader degan, ya'ni sotuvchini kurashuvchisi, короче, PvP'da u ham kurasha oladi. Mana arbalet qaranglar. Mana shunaqa qo'ysangiz bo'ladi. Oddiy ursangiz bir uron ketadi. Shunaqa edi bu PvP mod. Buni mana Telegram kanalida yuklasa bo'ladi hamma. Qani unda keyingi modga o'tamiz. Keyingi modimiz bo'lsa Minecraftga har xil g'alati qilishlar qo'shadi. U PvP'ni qilishlar emas, boshqacha qilishlar. Misol Emerald, Amethyst, Iron Sword, yani White Copper, White Lapis, White Stone, White Amethyst, White Copper, ko'rdinglarmi g'alati qilishlarni. Bitta ursangiz boy kam uron beradi. Hozir esa 29 dan beradi. 329. O'ylab olsizlarmi miyeli. Bitta ursanglar do'stinglar bo'ladi. Sakrab ursanglar 40 uron beradi. Sakrab. O'zi bilsanglar kerak, Minecraft sakrab ursanglar ko'proq uron beradi. Mana boshqacha qilishlarimiz ham bor. Ko'rasizlar, vibr juda ham ko'p. Buni keyin sehrlasanglar bo'ladi. Enchanting table'dan men sehrladim va Smith 1 berdi menga. Qani bitta uraman. Mana juda ham zo'r. Boshqalaringizni ham sehrlasangiz bo'ladi. Do'stingizni bemalol o'zingiz dunyo yaratib turib, mazgisini cho'ysangiz bo'ladi. Bemalol emas, bu 25 uron beradi. Bu 11, bu menimcha adashmasam bu 16 uron beradi va boshqalari ham shunga o'xshash ko'proq uronlar beradi. Ko'rayotgan yilidek. Mana shunaqa mazza qilib, shunaqa o'ldirib yursangiz bo'ladi. Mana ular 30 uron berdi. Juda ham katta uron beryapti. Ko'rayotgan yilidek ajoyib qilishlar. Buni agar olib turib shunaqa trenorovka qilsa bu qilishlarda menimcha PvP'dagi imkoniyat juda kattalashib ketadi. Mayli, okalar, keyingi video qanaqa video bo'lsin kommentariy yozib qo'yinglar. Mayli, video tugadi, hammaga xayr.